Bo'ldi endi qadrdonim, eski pataloylarni buzib yuboradigan vaqt keldi. Xonadoningizga mana shunaqa tunikafon qiladigan payt keldi. Eng asosiysi, tarnovlar ham eskirib ketdi, bilaman uyingizda. Chokidan suv oqib yotibdi. Tunikafoni bilan birgalikda bizga zakaz qilsangiz, mana bunaqa choki yo'q tarnovlardan olib kelib xonadoningizga o'rnatib beramiz. Sizga ham shu xizmatlar qiziqmi? Quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Xizmatlar hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirilmoqda. Agar vodiydan bo'lsanglar, bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi do'stlar. Xo'p, xizmatlarimiz do'stlar joyning kvadratiga hisoblanmaydi, ishlatilgan materialning kvadratiga hisoblanadi. Buni sababi 100 kvadrat joyiz desangiz, bu xonadonga 100 kvadrat ketmaydi. Sababi tunuka bukilishi bor, qayrilishi bor. Shuni hisobiga joyingizning kvadratidan ko'payadi. Masalan 100 kvadrat joyga primerni mana shu fasonlarda 170-180 joyda eni uzunligiga qarab ketadi qadrdonim. Agar sizga ham tunikafon xizmatlari qiziq bo'lsa, bemalol musofirda bo'lsangiz ham ekranda turgan raqamlarda Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Sizni eng asosiysi hech qanaqa narsaga ovora qilmasdan o'zimiz hamma narsalarimizni olib kelib, xonadoningizga xudo xolasa mana shunaqa chiroyli tunikafonlarni qilib beramiz. Bu xizmatimizni Namangan viloyati Chust tumanida xudo xolasa qilib berganmiz. Do'stlar, foydalangan ranglarimiz, o'tirib olsangiz tepa ham yaxshi ko'rinadi. Foydalangan ranglarimiz oq rang hamda mokriy rangdan ko'proq foydalanganmiz. Oq rang, mokriy rang hamda tillo ranglardan foydalanganmiz. Do'stlar, tunikafon qilmoqchi bo'lib o'ylanadigan payt tugadi. Endi siraz ekrandagi raqamni saqlanib qilasiz, telefon qilasiz, xudo xolasa o'zimiz kelib xonadoningizning o'lchamlarini olamiz. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli tunikafonlarni qilib beramiz. Do'stlar, videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rganinglar uchun hammalaringga rahmat deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoda albatta tunikafon qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Hech bo'lmasa savob bo'ladi. Rahmat.